Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarning Allohning salimi, mag'firati, barakati olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 63 cho'ng gunoh Allohning tuyuqsiz jazolashidan xotirjam bo'lib yashash. A'udzu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura An'amning 44-oyatida mundaq deydi. Ular Taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda biz ularni ushtumtut jazoladik. Mana bu oyatda Alloh taoloninki tuyuqsiz ushtumtut jazolaydiganligi bayon qilinadi. Shuningga ba'zan qarindoshlar dinni o'rganmaydi, ammo aztul anglagan bu yerdan anglagan tafsirlar bilan Alloh taolo mehribon, rahimdil, bizni jazolamaydi deb xotirjam yashaydi. Bunda xotirjam yashashning o'zi Allohdan qo'rqmaganlik, Allohning tuyuqsiz jazolaydiganligidan bexabar bo'lgan holatda yashaganlik bo'lib, ig'ir gunoh bo'ladi. Alloh taolodan har vaqt qo'rqishimiz, har vaqt, har daqiqa, har sekundda Alloh taolo meni jazolab qo'yish mumkin deb qo'rqib turib yashashimiz kerak. Undaq bo'lmaganda bu ig'ir gunoh sodir qilgan bo'lamiz. Xotirjam yashashning o'zi nurg'un yomon yo'llarga boshlaydi. Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan boshqadan emas, Allohdan qo'rqib yashash kerak. Allohdan qo'rqib yashagan odam haq yo'lda mustahkam turadi. Aql Allohga bog'langan bo'ldi, e'tiqodi mustahkam bo'lib, haqdan hargizmi boshqa tarafga qiyib ketmaydi. Hasan Basri Alloh taolo rizqini keng qilgan kishi buning bir qopqon ekanligini his qilolmasa, undaqda aqlsizdir. Alloh taolo rizqini tor qilgan kishi buning bir rahmat ekanligini his qilolmasa, undaqda aqlsizdir degan. Ondan Sura An'amning 44-oyatini o'qigan. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda biz ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Demak, o'zlariga Alloh taolo bergan ne'mat bilan xotirjam Allohdan qo'rqmay, andish qilmay yashaganda ushtumtut Allohning jazosini keltirganligi, shuning bilan bandalarning qapla deb hasrat qildiganligi bu oyatda bayon qilinadi. Shuningga quruq hasrat chekishdan avval Allohdan qo'rqib, Allohning ko'rsatmasi bo'yicha har bir qadamimizni besishimiz kerak qarindoshlar. Demak, Alloh taolo biror qavmni ushtumtut jazolamoqchi bo'lsa, ularning butun ehtiyojlarini berdi, ondan uni tuyuqsiz ilib oladi. Chunki Qur'on Karimda yuqorqi oyatda aniq bayon qilinadi. Ular o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganlar. Chunki ularga ne'matlarni beramiz, anadagi ushtumtut jazolaymiz deydi. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh taoloning doim gunoh qilib turadigan kishiga u yaxshi ko'radigan narsalarni berganligini ko'rsam, bilginki bu Allohning uni tuyuqsiz jazolaydiganligining alomatidir. Imom Ahmad, Tabarani va Bayhaqi rivoyat qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamisha qalblarni o'zgartirib turuvchi Alloh qalblarimizni dinini mustahkam qilgin deb duo qiladi. Sahobalar Allohning payg'ambari bizdan ansirayotamsan deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalblar rahmon bo'lgan Alloh taoloning ikki barmoqi orasida bo'lib, u ularni qanday xohlasa shunday o'zgartirib turdi deb javob bergan. İmam İbn Majah, İmam Hakim, İmam Tirmizi rivoyat qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Sahih yana bir hadisda bunday deyilgan. Bir kishi
hayatı boyunca cennet ehlinin amelini kıldı. Hatta onun bilen cennet arasındaki musafe bir gez kaldı. Takdirge pütülgeni üstün kilidi de dozak ehlinin amelini kıldı. Şunun bilen dozak girdi. Birlikte hadis. Bu hadis İslam alimide meşhur hadis. Bununki her xil varyantları var. Bir kişi bütün hayatı boyunca cennet ehlinin amelini kıldı. Hatta o cennetin işkini aldığı kelgen çağda takdirge pütülgeni boyunca dozak ehlinin kılmışıdan birini kılıp dozak kirip gidiyordu. Yeni bir kişi bütün hayatı boyunca dozak ehlinin işini kıldı. Dozakның işkini aldığı kelgende takdirge pütülgeni boyunca cennet ehlinin kıldığı işinden birini kılıp cennet kirip gidiyordu degan her xil mazmunda hadisler bayan kılıngan. İslam aliminde en meşhur hadisler. Şunun için takdirge işinişimiz gerek. Takdirge. Ben takdirimni özüm özgertime degan iş Allah'a karşı, Allah'a asilik boludu, dinden çıkıdı. Dinden çıkıdı. Bir yerge koşup eskertiş gerek. Her vakit kırındaşlar bilişimiz gerek ki özümüzün takdirini özümüz belgileyemeyimiz. Takdir Allah tarafından 120 gün boğanda o sahtaki vaxtida yazıldı. İnsan yaratılıp qo'saqda 40 gün mani holatda, 40 gün qon holatda, 40 gün go'sht holatda turib 120 gün bo'lgandan keyin Allohning buyrug'i bilan yozuvchi farishta va qalamni avatib Allah onun takdirini yazdı. Takdirini yazdı. Şuna olan bütün ömürdeki kılınan işler şu Allah'ınki takdiri boyunca buludu. Takdiri boyunca buludu. Bunun bilen insan benim takdirim ne yazısı şunu şu buludu deyip yatıverse tekimli günahka pitip gidiyor. Takdirge tan beriş, takdirge işiniz, takdirge iman keltiriş gerek. Şunun bilan birlikte ecir ilişkitiriş gerek. Eğer takdirimiz bizge kıyamet günü yaxşı işler doğrusunda yazılmagan bolsa, biz takdirge boysunman deb çatqımız olmay yaşaversak bir ömür dozaqda qalamiz. Onun için biz tırışıp bitirmişiz. Bu dünyada qancha ko'p ecir ilişki tırışsak, Allah Teala'nınki vəzisi boyunca La ilahe illallah diye adam dozaqda qalmaydı degan boyunca bu dünyadaki qilmishlarimizniki yaxshi ishlarimizdan qancha ko'p yoki ozligi boyunca dozaqda qilish, qanmaslik, qancha vaqt qilish, qanmaslik shuni bilan belgilandi. Agar bu dunyoda yaxshi amallarni ko'p qilsak, dozaqdan tez qutulib jannatga kiramiz. Jannatga kiramiz. Agar bo'ldilar taqdirimda nima bo'lsa shu bo'lsin deb yotaversak, taqdirga dozaq yozilgan bo'lsa, dozaqda qolaverdi degan gap. Qolaverdi. Uning yaxshi amallari bo'lmagandan keyin, agar o shahodat keltirmagan bo'lsa, bir umr mangu qoladi shu azobda. Agar shahodat keltirgan bo'lsa, ammo ajr ilishga tirishmagan bo'lsa, o'zim mazgil Allohninki irodasi bilan qoladi. Qachon Alloh xohlasa shu vaqtda chiqaradi. Şununla bu dünyada birge taqdirga ishonishimiz kerak. İkinchidan qiyomat kuni ajr ilishga tirishimiz kerak. Sahil ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: birov do'zax ahlining amalini qiladi, halbuki o cennet ahlidandir. Yani birov cennet ahlining amalini qiladi, halbuki o do'zax ahlidandir. Shak-shubhasiz ki amallar xotimasi bilan o'lchanadi. İmam Buxoriy ve İmam Tirmizi rivoyat qilgan sahih hadis. Şununla qardoshlar, qandoqli bo'lmasin,
bu dunyoda aqidamizni pokiz qilib, e'tiqodimizni mustahkam qilib, Allohning ko'rsatgan yo'li bo'yicha tirishib, qiyomat uchun ajr olishga o'zimizni beg'ishlashimiz kerak. Alloh taolo sura Anfalning 24-oyatida bunday deydi: "Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi." Ya'ni bir kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha kontrol qiladi. Bu oyat, Qur'ondagi oyat bu. Alloh taolo uning dilini, har qanday bir bandasining dilini kontrol qilib turadi dedi. Mujohid bu oyatning tafsirida to'xtalib bunday deydi: Alloh banda bilan uning ahli orasida to'salg'i bo'ladi. Shuning bilan banda nima qilganini bilmay qoladi. Alloh taolo sura Qafning 37-oyatida bunday deydi: Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaznasiyatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaznasiyat bor. Tabari bu oyatning tafsirida bunday deydi: Alloh taolo bandalar bilan ularning qalblari orasida to'salg'i bo'ladi. Hatto Alloh xohlasa inson hech narsani idrok qila olmaydi. Shunga qarindoshlar, bizningki aqlimiz jiqtab keldik darslarimizda. Aqlimizni ishlatib aniqlaylik, tafakkurimizni ishlatib aniqlaylik, aql farosatga tayinlaylik degandek gaplarni qilishdan burun Alloh xolisa, ya'ni inshaalloh degan gapni aralashtirib deyishimiz kerak. Alloh xohlamasa hech ishni qila olmaymiz. Chunki biz Alloh taolo yaratgan milliard maxluqotlarning bir tal maxluqoti. Shuningga biz har qanday gapni qilishdan burun Alloh xolisa demasak, Alloh xolamaydi uni, sen ish qila olayding deydi. Hamma ishimiz amalga oshmaydi, qiyomatda og'ir azob qolamiz. Oysha roziyallohu anha bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalblarni o'zgartirib turuvchi Alloh qalbimni taat ibodatning ustida mustahkam qilgan degan duoni ko'p qiladi. Men Allohning payg'ambari bu duoni ko'p qiladi ekansan, qo'rqotamsan deb so'rsam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Oysha, meni nima xotirjam qilsin, bandalarning qalblari Rahman bo'lgan Allohning ikki barmog'i orasida bo'lib, uni qanday xohlasa shunday o'zgartiradi. Agar u biror bandaning qalbini o'zgartirishni xohlasa, uni o'zgartirib o'tadi deb javob berdi. Shunga qarindoshlar, bizning qalbimiz har qancha biz o'zimizni aqlli chaqirsak-mu, bizniki ishlarimizning, harakatimizning hammasini Alloh taolo o'zining barmoqlari ostida kontrol qilib turdi. Biz xohlaganimizni qila olmaymiz. Alloh taolo boshqurdi. Alloh taolo xohlagan vaqt o'zgartirdi, xohlagan vaqtida xohlagan yo'lga soladi. Agar bizning qalbimiz pokiz holda Allohga bog'lanmasa, Alloh taolo bizni yomon yo'llarga menishga boshlab qo'yib, qiyomat kuni do'zax azobida og'ir azoblarga duchor qiladi. Shuning uchun har bir ishda diqqat qilishimiz kerak. Allohga aqidamizni pokiz qilib, e'tiqodimizni mustahkam qilib, qiyomat uchun ajr olishimiz kerak. Darslarimizni qarindoshlarimizga Alloh taolo manfaatli qilib bersin.